Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun men sizlarga personal pronouns, shaxsiy olmoshlar haqida dars o'tib bermoqchiman. Bu darsimiz juda ham oson dars. Tushunib olishinglar juda ham oson bo'ladi. Masalan, birinchisi I. I bu men. Men. Siz. You. Siz bilan mana bu joyda sizlar bor. Bu ikki so'z bir xil talaffuz qilinadi. Siz, sizlar o'zbek tilida bo'lsa, ingliz tilida shunchaki you. Okay? You. Endi he. Oldimizda yo'q bo'lgan o'g'il bola haqida yoki erkak kishi haqida gapirayotgan bo'lsak, biz u kishini ismini og'izga olmasdan, aytmasdan he deb ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shuni qiz bolasi yoki ayol kishi uchun biz she ishlatamiz. Okay? Xo'p. Jonsiz narsa uchun yoki bo'lmasam hayvonlar uchun biz it ishlatamiz. It. Bekorga bunaqa qilib gapirmayapti. U beda yo'q bo'lgan bu joyimizda, bu xonamizda yoki qarshimizda yo'q bo'lgan insonlar uchun biz u deb ishlatamiz, to'g'rimi? Shuning uchun he, she, itlarni biz u deb ishlatamiz o'zbek tilida. Okay? Biz, siz bilan men we deb aytamiz. We. Sizlarni aytib o'tdim. They bu ham ko'plikdagi insonlar, masalan 2-3 kishi yoki bo'lmasam sinfda 2 kishi o'tiribmiz. Qolgan sinfdoshlarimiz haqida gapiryapmiz. Ularni biz they deb aytamiz. Okay? Yoki bo'lmasam faqat insonlar uchun emas, bu narsalar uchun ham ishlatsa bo'ladi. They. Masalan, they are good cars. Masalan, BYD haqida gapiryapmiz. BYD mashinalari juda ham yaxshi. Masalan, they are very good cars deb ishlatishimiz mumkin. Okay? Hop, bu qoidamizda o'sha he, she, itlarni ko'ramiz. He va she. Masalan, birinchisida qaysini qo'yamiz? He ni qo'yamiz, to'g'rimi? O'g'il bola. Ikkinchisida qiz bola, she ishlatamiz. Okay? Uchinchisi ham qiz bola turibdi. She. Okay? Bularni hammasiga hayvonlar, bularga biz it ishlatamiz. Narsalar uchun ham biz it ishlatamiz. Okay? Endi bu mashqda bu bola bu qizga ro'parasida turibdi, siz deb aytmoqchi. Bunda you ishlatamiz. Okay? Endi qarshisida ham 2 kishi turibdi. 2 kishi uchun biz nimani ishlatamiz? You ishlatamiz. Bir xil bo'ladi. Siz, sizlar uchun biz you ishlatamiz. Okay? Keyin mushuk uchun nimani ishlatamiz? Bu hayvon bo'lgani uchun it ishlatamiz, to'g'rimi? Endi bu bola o'zini ko'rsatyapti, o'zini ko'rsatgan bo'lsa, bu bola I deb gapirayotgan bo'ladi, to'g'rimi? Endi bu bola orqasida ikkitasi ota-onasi turibdi. Ota-onasi bilan o'zini birgalikda we deb aytayapti, to'g'rimi? Biz. Okay? Hat bu joyda ikkinchi mashqdagi hat bosh kiyim deb aytiladi. Bosh kiyim narsa bo'lgani uchun biz it ishlatamiz. Buses. Bu avtobuslar. Bunga ham it ishlatamizmi? Bir o'ylab ko'ringlar-chi. Yo'q, it ishlatmaymiz. Chunki buses bu ko'plikdagi narsalar. Narsalarni ko'plikdagilar uchun biz they ishlatamiz. They. Ularga ishora qilib turib they ishlatamiz. They degani ular degani. Okay? Siz bilan men, you and I. Biz kim bo'lamiz? Siz bilan men biz bo'lamiz, to'g'rimi? We. Boy bu o'g'il bolaga nisbatan bo'lsa he bo'ladi, to'g'rimi? Carmen bilan Pedro. Endi bular kim bo'ladi? Carmen bilan Pedro bu 2 kishi, ular beda yo'q insonlar, to'g'rimi? Bu o'tirgan xonamizda yo'q. Ularni biz they deb aytamiz. They. Ular deb. Okay? 7-da woman ayol kishi, bitta ayol kishi uchun biz she ishlatamiz. Okay? She. Tom and I. Tom bilan men kim bo'lamiz? We bo'lamiz. Okay? Frog
Frog nima? Frog bu qurbaqa. Qurbaqa uchun nimani ishlatamiz? It ishlatamiz, a? Okay? Bu joyda mashqlarimiz bor. Yana mashqlarni bajarib kelasizlar. Hop, undan keyingi mavzuyimiz possessives. Ya'ni kimgadir tegishli narsalarni o'rganamiz. Masalan, that's my car deb turib ko'rsatgan ekan bu rasmda. That's my car. U mening mashinam. Meniki, seniki, ularniki degan so'zlarni o'rganamiz bu darsimizda. Masalan, I ga my to'g'ri keladi. Mening. I bo'lsa men, meniki, mening bo'lsa my ishlatamiz. Okay? You. Siz, sizlarda biz your ishlatamiz. Your. Yaxshilab qaytarib olinglar. Your. Okay? Endi he, she itlar uchun biz he ga o'g'il bolaga nisbatan bo'lsa his. Mana oxiriga s harfi turibdi-ku. S harfi. Bu s harfini biz z qilib talaffuz qilamiz. Okay? Unutmanglar. His. Okay? Endi qiz bola uchun mana she bo'lsa, she qiz bola uchun u bo'lsa, endi uning nimadir narsasi demoqchi bo'lsak, her ishlatamiz. Her. Okay? Keyin they, ular eng oxirgisi, ular endi ularniki, ularning bo'lsa their ishlatamiz. Okay? Endi bu joyda mashqlarimiz turibdi. I have got a scarf. Menda sharf bor. It's my scarf. U mening sharfim. Endi he's got a jacket. U bolada jacket bor. Jacket bu manaqa kurtka, sportivka deb aytiladi bizni Namanganchada. Boshqa shaharlarda, boshqa viloyatlarda bilmadim nima deyilishini, lekin umumiy ma'noda kurtka deb aytishimiz mumkin. He's got a jacket. Endi bu joyda he bilan tugagan uchun biz it's his jacket deymiz. Chunki mana his bo'libdi. Okay? O'g'il bolaga nisbatan he u bo'lsa, his uniki bo'ladi o'g'il bolaga nisbatan. Okay? Chalg'imasdan to'g'ri bajarasizlar. She's got a hat. Unda shlyapa bor, a? She's got a hat. Unda shlyapa bor. Endi she bo'lgani uchun bizda qiz bolanikini ishlatamiz. Qiz bolani her ishlatamiz. It's her hat. U shlyapa u qizga tegishli degan ma'noda chiqadi. Okay? They have got glasses. Bu bolalarning ikkitasida ham ochki bor ekan, to'g'rimi? They are ularniki bo'lsa nima qilamiz? Nimani qo'yamiz? Their glasses bo'ladi. Okay? Their glasses. You have got a handbag. Sizda qo'l sumka bor. It's sizniki deb aytmoqchi bo'lsa, endi it's your handbag. Bu sizning sumkangiz, okay? Hop. We have got dresses. Bizda ko'ylaklar bor deb aytishdi. They are deganda bu o'sha ko'ylaklarni aytayapti. They are kimni dresslari? Our dresses. Bizning ko'ylaklar. Mana bu joyda mana our degani bor. Biz bo'lsa our bizniki bo'ladi. Okay? They are our dresses. It's got a house. Horse ekan, bu ot ekan, okay? Bu otni uyi bor ekan. It's got a house. It's nimani kimniki? It's house, okay? Mana bu joyda. Hop. Bu joyda yo'q ekan, men sizlarga it's deb turib tushuntirib o'tib ketaman. Mana bu verguli yo'q bo'lsa it's bo'ladi. Bu o'sha Jones narsa yoki hayvonlarga tegishli bo'lgan narsa uchun ishlatamiz. Okay? They have got t-shirts. Ularda nimalar bor? Futbolkalar bor. They are their t-shirts. Okay? I have got a blue top. It's my blue top. Blue top degani manaqa ko'ylak. Okay? Mana bu joyda ham kitobimizda mashqlarimiz bor. Kitobimizni men hammaniga chiqarib berganman yoki bo'lmasam meni onlayn ko'rib turgan o'quvchilar bo'lsa,
manga YouTubedan Telegramga o'tib, lichkamga yozsani bu kitobimni bekorga tashlab beraman. Bu Foundation o'zim yaratgan kitob bo'ladi. Bu kitobni men sizlarga bekorga bermoqchiman. Okay? Rahmat, sog' bo'linglar.